Siz o'z pulingizga, naqd pulingizga mashina sotib olishni xohlaysizmi? Siz o'z pulingizga uy sotib olishni xohlaysizmi? Siz naqd pul bilan kredit, ipoteka qarzlaringizni to'lashni xohlaysizmi? Bor shunaqa kompaniya. Mana men shu kompaniyaga ishga kirdim. Yoshim 60da. O'zim Yangiyer shahrida, Sirdaryo oblastida yashayman. Hozirgi vaqtda Rossiyada ishlayapman. Lekin men shu kompaniyaga kirib, haqiqatdan ham borligini ko'rdim. Pul haqiqatdan kelishini ko'rdim, ish boshladim va men mana shu ishni sizlarga taklif qilishni o'zimga ravo ko'rdim. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, barcha davlatlar, yer yuzidagi qancha yerda insonlar yashagan bo'lsa, hammasi kirib ishlashi mumkin. Bu yerda rus tili va o'zbek tilida bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Biz o'zbekistonliklar uchun o'zbek gruppasi ochilgan. Marhamat, o'zbekcha gaplashib, bemalol ishlashingiz mumkin. O'zbek tili tushunganlarga o'zbekcha gruppamiz bor. Rus tilida gaplashadiganlarga rus tilida gruppamiz bor. Marhamat, kiring, o'rganing, ishlang. Men ko'rdim shu narsani, bor, haqiqat, real, aldov yo'q. 100% qaytariladi pulingiz, 100% daromadga kirasiz. U sizga bog'liq. Men shu yoshimda, 63 yoshimda shuni qildim. Siz qila olmaysizmi? Kiring, ishlang, o'rganing, pul qiling, oilangizga yordam bering. Tushunasizmi? Sizni kelajak avlodingizga qoladi bu. Bu 8 yildan beri ishlayotgan kompaniya, buni dokumentlari bor. Hech narsadan qo'rqmang. Davlatga nalogini to'layapti, har yil inspeksiya tekshiryapti. Bu yil mayli yangi sertifikat oldi. Men yaqinda ish boshlaganman, lekin men pulga kirdim. Alhamdulillah. Shuning uchun agar siz ham pul ishlashni xohlasangiz, har kuni yoki oyda bo'lsa ham sizga mo'may daromad kelib turishini xohlasangiz, marhamat, kirib o'rganing. Kirish tekin, o'rganish tekin. Bu sizni hech narsaga bog'lab qo'ymaydi. Xohlagan paytingizda chiqib ketishingiz mumkin. Agar xohlab ishlayman desangiz, unda kirib ishlashingiz mumkin. Sizni dokumentlaringiz bu yerga ro'yxatdan o'tkaziladi. O'zingizga kabinet ochib beradi. Tushgan pullaringiz o'zingizga kabinetingizga tushadi. U yerdan so'mga yoki qirg'iz so'miga yoki qozoq puliga, tangaga yoki bo'lmasa boshqa davlat puliga bemalol kartangizga chiqarib olasiz. Ne только o'zingiz kartangizga, xohlasangiz farzandingizni, xohlasangiz ishongan odamingiz kartasiga chiqarib olasiz. Men mana ishlagan pulimni qizimga chiqardim O'zbekistonga. O'zlari ham ko'rib hayron bo'ldi. Masalan, meni o'zlarim qarindoshlarim ishonmadi. Mana o'zlariga chiqarib berdim, ko'rib, shunaqa ekanmi ona dedi. Ha, onang ko'p narsani biladi dedim. Kiringlar, ishlanglar. Alhamdulillah, Alloh menga shu yerdan rizq bergan ekan. Shunisiga shukr. Hammalaringizni kutib qolaman. Kommentariyalarda yozing, javob beraman, o'rgataman. To pulga kirganingizcha yoningizda bo'lib o'rgatib turaman. Darsliklarimiz juda ham ko'p. Hamma narsa tayyor, faqat uni qoshiqqa solib yutish qoldi xolos. Marhamat, keling, yordam beraman, o'rgataman. Chiroyli yashang. Allohni chiroyli qilib bizga bergan mo'jizalarni borib ko'rishga pul qiling va borib ko'ring. Chiroyli yashang. Chiroyli yashashni hech kim taqiqlamagan. Marhamat, keling, o'rgataman. Kutaman.